Mana shu mashinani 500 dollarga olgan bo'larmidingiz? 500 dollarga mana shu mashina Dipal S09. Hozir qanaqa qilib olishni tushuntiraman. Poligon yo'q bo'lib, ko'pchilik xursand bo'layotgandir. Zamonda zamonaviy mashinasini qaranglar. Mana bu yerda xolodilnik, mikrovolnovka. Bu uyomasdan hozir mashina oladigan bo'lib qopti. Bu mashinada yursangiz, qizlar ham bunda kim-ekina buni ichidagi devorsa kerak. Bekorga zamonaviy mashina demadim. Biz uydagi televizordan katta televizori bor ekan. Orqada maza qilib bemalol mana unisini qarang. Xolodilnik, mikrovolnovka siz oldingizga keladi mana. Keling. Meh desangiz bo'ldi. Siz oldingizga bar keladi. O'rtoq, mana unisini qarang. Bu yerda bemalol choy ichib ketaverasiz. Atamankalari chiqib turibdi. Kapitan Sidena deydi hozir. Mana keldi. Xolodilnik oldingizda suv, choy qo'yib bemalol choy ichib, suhbat qurib, biznes hamkorlar bilan katta shartnomalarni ham bemalol imzolasa bo'ladi. Hammasida massaj bor. Birin-ketinlik bilaman, ventilyator, isitish, sovutish mana massajga ketdi. Sekin massaj qabul qilib turib, orqada dush bor, dushga o'tib bitta cho'milib o'tsan bo'ladigan sharoitda lekin aka. Dipal S09 avtomashinasini 51 ming, 52 ming ko'rdim boshqa joylarda. Sizlarda avtosalonlardan nechi pul bu? Oybek aka, Dipal O'zbekiston avtosalonimizda ushbu avtomobilda 4 AVD, ya'ni orqa balon va oldi balon tortadigan avtomobilimizda siz atiga 49 mingga xarid qilsangiz bo'ladi. Buning uchun siz 500 dollar zakat berasiz va mashinani 10 kundan 15 kun ichida Toshkent shahrida bemalol o'zingizning nomingizga rasmiylashtirib xarid qilsangiz bo'ladi. Atim o'rtoqlar 500 dollarga mana shu Dipal S09 ni o'zingiz nomingizga rasmiylashtirib oladi. Lekin funksiyalariga gap bo'lishi mumkin emas. Zamonda eng zamonaviy mashinasi desa ham bo'laveradi. Lidarlari ham bor. Ko'pchilik lidarga qiziqyapti. Delfinda